Juda bugun klientlarim kammi deyman ha. Da, savdo ham past. Ano, ITni tushunadigan, texnika bloger emasmidi shu? Juda tanish bo'ldi. Ke ukam, nima texnika qaryapsan? Endi hozirgi paytda bozorda kim texnika oladi? Ish bilan keldim. Onlayn bo'lib ketdi o'zi hamma yoq hozir. Onlayn ovqat zakaz qilasiz, onlayn o'qiysiz, texnikalarni ham onlayn buyurtma qilsangiz bo'ladi. Shunda biz ham texnikalarni onlayn sotsak bo'ladimi? Ha, albatta. Mana shu do'koningizdagi hamma texnikalaringizni ham onlayn sotsangiz bo'ladi. Veno degan marketplace bor. Siz mana shu marketplace ichida onlayn do'kon ochib, savdoingizni yana ham oshirsangiz bo'ladi. Qancha sotuv bo'ldi, qancha texnikalaringiz sotildi, hammasini ilovada onlayn ko'rib turishingiz mumkin. Texnikalaringiz sotilishi bilan bank tomonidan hisobingizga pul tushadi. Hammasi oson. Veno yangi texnika marketplace ekotizimi. Sizning do'koningiz endi faqat bozorda emas, butun respublika bo'ylab onlayn barchaga ko'rinadi. Qisqa qilib aytganda, sizning tovaringizni onlayn ko'rishadi va sotib olishadi. Oho, qanaqa texnikalar joylashtirsak bo'ladi? Onlayn dedingmi? Jarayon juda ham oddiy. Veno ilovasidan 5 daqiqada ro'yxatdan o'tasiz, do'kon ochish uchun mutaxassislarga aloqaga chiqasiz. Telefon qilganingizda mutaxassislarimiz o'zi sizga onlayn do'kon ochib berishadi va hattoki mahsulotlaringizni ham ilovaga joylashtirib berishadi. Bozorda ham savdo ketaveradi, onlayn do'koningizda ham savdo ketaveradi. Vaqtingizni tejaysiz. Reklamaga, marketingga pul sarflab o'tirmaysiz. Xullas, Veno marketda onlayn do'kon ochasiz, savdoni qilaverasiz. Ilova nomi nima deding? Veno dedingmi? Siz ham Veno ilovasini hoziroq yuklab oling va onlayn savdoni hoziroq boshlang.